Assalomu alaykum qadrli kursimiz a'zolari. Demak, bugundan nuklein kislotalar, ularning xususiyatlari, ularning xillari, tarkibi, vazifalari va boshqa xususiyatlari bilan demak tanishib chiqamiz. Xo'p, nuklein kislotalar nuklein kislotani 1869-yilda oq qon tanachalaridan Friedrich Mischer tomonidan demak ajratib olingan. Nuklein kislota so'zining ma'nosi nukleoz, yadro, kislota esa tarkibida fosfat qoldig'i bo'lganligi uchun demak kislota nomi beriladi. Shuning uchun ham demak nuklein kislotalar deb nomlanadi. Nuklein kislotalar uchrash joyi va vazifasiga qarab ikki xil bo'ladi. Dezoksiribonuklein kislotalar va ribonuklein kislotalar. Ya'ni DNK yoki RNK. Bu haqida menimcha ko'pchilik tushunchaga ega. Xo'p, endi nuklein birinchi asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa nuklein kislotalar haqidagi umumiy tushuncha. Xo'p, nuklein kislotalarning biologik ahamiyati, ya'ni nuklein kislotalar qanday ahamiyatga ega? Nuklein kislotalar hujayraning bo'linib ko'payishida ishtirok etadi. Hayvonlarda, o'simliklarda va zamburug'larda qanday bo'linishda ishtirok etishi haqida demak gaplashamiz. Organizmda oqsillar sintezlanishida ishtirok etadi. Bu ikkita jarayon asosiy vazifalar hisoblanadi. Ya'ni hujayralarning bo'linib ko'payishi va organizmda oqsillarning sintezlanishi. Organizmda oqsillar sintezlanishining asosi nuklein kislotalar bo'lib, nuklein kislota strukturasiga kimyoviy tilda yozilgan shu jarayonda ma'lum qonuniyat asosida demak oqsil sintezlanishi amalga oshadi. Bu jarayonni demak oqsil biosintezida ko'rib chiqamiz, ya'ni nuklein kislotalar qanday ishtirok etishi haqidagi ma'lumotlarni. Xo'p, nuklein kislotalar haqida ko'plab gapirish mumkin. Biz asosiy e'tiborimizni demak mana shu nuklein kislotalarning xillari bo'lgan dezoksiribonuklein kislota va ribonuklein kislotalarga qaratamiz. Xo'p, bugungi darsimizda asosan mana shu dezoksiribonuklein kislotalarni o'tamiz. Keyingi darsimizda ribonuklein kislotalar va oqsillarning tuzilishlari haqida ham demak gaplashib o'tamiz. Nuklein kislotalar. Nuklein kislotalarni demak ikki xil deb aytib o'tdik. Dezoksiribonuklein kislota va ribonuklein kislotalar. Xo'p. Nuklein kislotalar, ya'ni DNK ham, RNK ham bular polimer birikma bo'lib, tarkibi monomerlardan iborat. Xo'p, bu nima degani? Polimer degani ko'pgina qism, monomer degani bitta qism. Mana shu bitta qism birgalikda ko'pgina qismni hosil qiladi. Nuklein kislota ko'pgina qism, ya'ni molekula, monomeri esa nukleotid hisoblanadi. Demak, qaytaramiz. Nuklein kislota polimer birikma, uning tarkibidagi monomer nukleotid hisoblanadi. Xo'p, nukleotidni o'zi ham asos bir qancha qismlarga bo'linib ketadi. Tarkibi nukleotidlar asosan 3 qismdan iborat bo'ladi. Bular azot asosi, riboza yoki dezoksiriboza va fosfat kislota qoldig'i. Xo'p, tarkibida azot asosi asosan bu heterosiklik birikmalardan iborat bo'ladi. Azot asoslari ikki xil bo'ladi. Purin asosi va pirimidin asosi. Xo'p, purin asoslariga kiradi adenin bilan guanin, pirimidin asoslariga kiradi sitozin, timin va uracil. Purin asoslari bo'lgan adenin va guanin ikkita halqadan iborat zanjirli tuzilma hisoblanadi. Pirimidin asoslari bo'lgan sitozin, timin va uracil bitta halqali hisoblanadi. Buni o'sha formulalarni ham ko'rib chiqamiz. Bu qisqacha demak ma'lumotlar. Demak, birinchi qism azot asosi haqida gaplashdik. Endi riboza yoki dezoksiriboza. Riboza va dezoksiriboza nukleotid tarkibida uchraydigan uglevodlar hisoblanadi. Ya'ni 5 a'zoli uglevodlar hisoblanadi. Riboza va dezoksiriboza. Tarkibida riboza yoki dezoksiriboza uchrashiga qarab dezoksiribonuklein kislota va ribonuklein kislotalarga ajratiladi demak. Va undan tashqari 3-tarkibiy qism bu fosfat kislota qoldig'i. Demak, nukleotid tarkibida uchrar ekan. Azot asosi, riboza yoki dezoksiriboza va fosfat kislota qoldig'i. Azot asoslariga qarab turib nukleotidlar bir necha xil bo'ladi. Buni demak keyingi ma'lumotlarimizda aytib o'tamiz. Xo'p, endi bu yerda keltirilganki nukleotidni struktur formulasi: adenin, dezoksiriboza va fosfat kislota qoldig'i. Bu uchala birikma demak bir-biriga ana shunday holatda birikadi. Endi fosfat kislota qoldig'i, dezoksiriboza va adenin birgalikdagina nukleotidni hosil qiladi. Agar tarkibidan
fosfat kislota qoldig'i chiqib ketsa, ya'ni dezoksiriboza va adenin qoladigan bo'lsa, bu birikma nukleotid emas, nukleozid deb ataladi. Demak, nukleotidlar haqidagi qisqacha ma'lumotlarni bilib oldik. Endi nukleotidlarning xilma-xilligi haqida demak gaplashamiz. Demak, nukleotidlarni, ya'ni mana shu dezoksiribonuklein kislotalar yoki ribonuklein kislotalar, ya'ni DNK va RNKni tarkibiga kiruvchi nukleotidlarni haqida qisqacha gapirib o'tdik. Endi nukleotidlarning tuzilishi haqida va xillari haqida gaplashib o'tamiz. Nukleotidlar azot asoslariga qarab 5 xil bo'ladi. Adeninli, guaninli, sitozinli, timinli va uratsinli nukleotidlar, ya'ni 5 xil bo'ladi. Endi riboza yoki dezoksiribozasiga qarab turib nuklein kislotalari 2 xil bo'ladi dedik. DNK, ya'ni dezoksiribonuklein kislota va ribonuklein kislotalar. Xo'p, demak, azot asosiga qarab 5 xil bo'lar ekan: adenin, guanin, sitozin, timin, uratsil. Endi DNK tarkibida 4 xil nukleotid uchraydi, RNK tarkibida ham 4 xil nukleotid uchraydi. Bular DNK tarkibidagilar: adenin nukleotidi, guanin, sitozin va timin. RNK tarkibidagi nukleotidlar: adenin, guanin, sitozin va uratsil. Demak, DNKda uratsil uchramaydi, RNKda timin uchramaydi. Xo'p, endi struktura tuzilishiga to'xtalib o'tamiz. Azot asoslarini 2 xil dedik: purin asoslari va pirimidin asoslari. Purin asoslariga adenin bilan guanin kiradi. Pirimidin asoslariga sitozin, timin va uratsil kiradi. Adenin bilan guanin 2 halqali heterosiklik birikma, sitozin, timin, uratsil esa 1 halqali hisoblanadi. Demak, struktura tuzilishini mana shu formuladan ham ko'rishingiz mumkin. Bu mana shu tekst ma'lumotda yozilgan. Endi ikkinchisi bu uglevod, ya'ni pentozalar tarkibi. Riboza va dezoksiriboza. Ikkisi ham pentoza, ya'ni 5 a'zoli. 5 a'zoli deganda biz 5 ta uglerod tarkibida 5 ta uglerod borligini tushunishimiz kerak bo'ladi. Riboza bilan dezoksiribozaning asosiy farqi: ribozada dezoksiribozaga nisbatan bittaga kislorod atomi ko'p bo'ladi. Nukleotidlar haqidagi barcha ma'lumotlar shular. Bundan boshqa ortiqcha ma'lumot yo'q. Biz uchun masalada kerak bo'ladigan asosiy ma'lumotlar shular. Endi bu nukleotidni biz monomer dedik. Mana shu nukleotidlar yig'ilib polimer bo'lgan DNKni yoki RNKni hosil qiladi. Bugun to'xtalib o'tadigan asosiy mavzuyimiz DNK, ya'ni dezoksiribonuklein kislota. Demak, bundan keyingi ma'lumotimizda berib o'tamiz. Xo'p, nuklein kislotalar haqida umumiy tushunchani gaplashdik, nukleotidlarning tarkibini gaplashdik, tuzilishini gaplashdik. Endi navbat nuklein kislotalarning xillariga. Nuklein kislotalarni 2 xil bo'ladi dedik. Dezoksiribonuklein kislota, ribonuklein kislotalar. DNK, ya'ni RNK. Bugungi asosiy gaplashadigan narsamiz bu dezoksiribonuklein kislotalar. Keyingi darsimizda ribonuklein kislotalar va ularning xillari haqida gaplashamiz. Xo'p. Dezoksiribonuklein kislotalar, ya'ni DNK, asosan hujayraning yadrosida, mitoxondriya va plastidalarda uchraydi. Dezoksiribonuklein kislota, ya'ni DNK 2 zanjirdan iborat bo'lib, ushbu 2 zanjir qanday hosil bo'ladi? Xo'p, biz DNK tarkibi, DNKni polimer birikma dedik, uning tarkibi esa monomerlardan iborat dedik. Monomeri bu nukleotid deb aytdik. Ikkita zanjirdan iborat va har bir zanjirda juda ham ko'p sonli nukleotidlar joylashgan bo'ladi. Mana shu nukleotidlar birgalikda zanjirni hosil qiladi. Xo'p. DNK 2 zanjirdan deb aytib o'tdik. Ikkala zanjir bir-biriga o'zaro bog'langan hisoblanadi. Xo'p. Ikkita zanjirni bir-biriga bog'lab turadigan bog' bu vodorod bog' hisoblanadi. Endi bitta zanjirni bir-biriga ulab turadigan bog' esa fosfodiyefir bog' deb ataladi. Xo'p. Demak, nukleotidlarning tarkibini biz aytib o'tdikki, asosan azot asoslariga qarab 4 xil bo'ladi dedik DNK tarkibida. Adenin, guanin, sitozin, timin. Mana shu nukleotidlar umumiy ikkita DNK zanjirini hosil qiladi. Endi guanin bilan sitozin bir-biriga komplementar hisoblanadi. Komplementarlik tushunchasini gaplashib o'tamiz hali. Demak, bitta zanjirda guanin bo'lsa, boshqa zanjirda sitozin bo'ladi va ikkalasi bir-biriga 3 ta vodorod bog' orqali
bog'lanadi. Endi bitta zanjirda adenin bo'lsa, narigi zanjirda timin bo'ladi va bir-biriga ikkita vodorod bog' orqali bog'lanadi. Bu ikkita zanjirni bir-biriga ulanish hodisasi. Endi bitta zanjir bir-biriga qanday bog'lanadi? Ya'ni mana rasmda keltirilganki, eng yuqorida guanin turibdi, undan pastda adenin, undan keyin timin turibdi, keyin sitozin turibdi. Bir-biriga o'zaro bitta zanjirdagi nukleotidlar bir-biriga fosfodiefer bog' orqali bog'lanadi. Ikkita zanjir bir-biriga esa vodorod bog'lar orqali bog'lanadi. Xo'p, vodorod bog'lar hosil bo'lishi va fosfodiefer bog'larni hosil bo'lish mexanizmlari haqida gaplashib o'tamiz. Ungacha boshqa ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Endi fosfodiefer orasidagi masofa, ya'ni ikkita gen, ya'ni guanin va misol uchun guanin va adenin o'rtasidagi genlar orasidagi masofa 0,34 nanometrni tashkil etadi. Ya'ni ikkita nukleotidning oralig'i 0,34 nanometr hisoblanadi bitta zanjirda. Endi ikkita DNK zanjiri o'rtasidagi masofa, ya'ni ikkita DNK oralig'idagi masofa esa 2 nanometrni tashkil etadi. Xo'p, genlarning endi DNKning uzunligi bu genlarning soniga bog'liq, ya'ni mana shu tarkibidagi nukleotidlarning soniga bog'liq bo'ladi. DNKning qo'sh spiral ekanligini, ya'ni mana shu ikkita zanjir bir-biriga vodorod bog'i bilan birikkandan keyin o'zaro spiral shakliga kirib qoladi DNKning tuzilishi. Menimcha DNKning tuzilishini o'sha rasmlarda ko'rib chiqqansizlar. DNKning bunday qo'sh spiral ekanligini Watson va Crick aniqlagan. DNKni aytib o'tganimizdek, DNKning asosiy vazifasi organizmlarning bo'linib ko'payishida ishtirok etadi. Oqsil sintezlari jarayonida bitta zanjirni, demak, axborotini informatsionga beradi. Bitta zanjirdagi. DNKda asosan bo'linish haqidagi axborot joylashgan bo'ladi. Xo'p, aytib o'tganimizdek ma'lumotlarimizni bir takrorlab olamiz. DNKning ikkita zanjiri bir-biriga vodorod bog'lar orqali bog'langan. DNKning bir zanjirdagi nukleotidlar bir-biriga fosfodiefer bog'lari yordamida bog'langan bo'ladi. Adenin bilan timin o'zaro ikkita zanjirni bir-biriga ulaydi, ya'ni ikkita vodorod bog' orqali bir-biriga bog'lanadi. Guanin bilan sitozin 3 ta vodorod bog' orqali bir-biriga bog'lanadi. Xo'p, bu DNK haqidagi tashqi ma'lumotlar. Biz endi keyingi ma'lumotimizda DNKning ichki tuzilishi haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz demak. Xo'p, DNKning umumiy ma'lumotlari, tashqi tuzilishi haqida gaplashib o'tdik. Endi DNKning ichki qismiga qarab yuramiz. Ko'pchiligimiz mana shu DNKning tashqi tuzilishi bilan chegaralangan bizning bilimlarimiz. Bugun sizlarga mana shu ichki tuzilishi haqidagi barcha ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilaman. Undan oldin komplementarlik qonunini, DNKdagi, ya'ni mana shu nuklein kislotalardagi komplementarlik qonunini tushuntirib o'tsam, DNK molekulasida azot asoslarining komplementarlik qonunini Chargaff fanga kiritgan. Va bu Chargaffning qoidasi deb ataladi. Chargaffning 3 ta qoidasi mavjud. Ya'ni mana shu komplementarlik asosida birinchi qonuni bu purin asoslari soni pirimidin asoslari soniga teng. Ikkinchisi adeninlar soni timinlar soniga, guaninlar soni esa sitozinlar soniga teng. Endi uchinchisi adenin va guaninlar soni yig'indisi sitozin va timinlar soni yig'indisiga teng. Mana shu qonunlar asosida biz nuklein kislotalar bo'yicha masalalarni yechamiz. Xo'p, DNK endi esa DNKning ichki struktura tuzilishi. Aytib o'tdik, DNK nukleotidlardan tashkil topgan. Har bir nukleotidda 3 ta tarkibiy qismi bor. Azot asosi, fosfat kislota qoldig'i va dezoksiriboza. DNKda dezoksiriboza bo'ladi. Xo'p, biz timin bilan adeninni bir-biriga shunday A qilib turib, o'rtasiga ikkita chiziqcha orqali vodorod bog'i bilan bog'lab qo'yaveramiz aslida. Masala yechayotganimizda. Lekin buni asl mazmunini tushunadigan bo'lsak, timin aytib o'tdik, bir halqali heterosiklik birikma. Hop, adenin esa uning ro'parasidagi, qarama-qarshisidagi vodorod bog' hosil qiladigan adenin esa ikki halqali hisoblanadi. Heterosiklik birikma hisoblanadi. Endi vodorod bog' qanday hosil bo'ladi? Mana shu timinning oldingi qismidagi uglerod va unga ulangan qo'sh bog'li kislorod atomi bilan adeninni amino guruhi, ya'ni NH guruhi o'rtasida bog'lanish sodir bo'ladi. Ya'ni mana shu chizib ko'rsatilgan kislorod va vodorod o'rtasida vodorod bog' hosil bo'ladi. Ikkinchi amino guruh, ikkinchi vodorod guruh
timinning amino guruhi bilan adeninning uglerodi o'rtasida sodir bo'ladi. Ya'ni timinni NH guruhi bilan adeninning uglerodi o'rtasida bitta vodorod bog' hosil bo'ladi. Demak, kislorod va vodorod o'rtasida, vodorod va uglerod o'rtasida demak vodorod bog'lanish hosil bo'lyapti. Ya'ni ikkita vodorod bog'lanish hosil bo'lyapti. Shuning uchun ham biz timin va adeninning o'rtasida 3 ta vodorod bog' bor deymiz. Endi guanin bilan sitozinning o'rtasida 3 ta vodorod bog' hosil bo'ladi. Birinchi vodorod bog' kislorod va vodorod o'rtasida, ikkinchi vodorod bog' guaninning amino guruhi bo'lgan NH dagi vodorod ion atomlari sitozinning azoti bilan vodorod bog' hosil qiladi. Uchinchi guruh ham amino guruh va kislorod va karboksil guruh o'rtasida demak vodorod bog' hosil bo'ladi. Demak, guanin va sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' hosil bo'ladi. Timin va adenin o'rtasidagi 2 ta vodorod bog', guanin va sitozin o'rtasidagi 3 ta vodorod bog' mana shu tariqa DNKning 2 ta zanjirini bir-biriga birlashtirib turadi. Xo'p, bu vodorod bog' hosil bo'lish jarayoni edi. Endi esa fosfodiyefir bog'ni hosil bo'lishini gaplashib o'tamiz. Xo'p. Demak, fosfodiyefir bog' bitta zanjirda sodir bo'ladi. Ya'ni, misol uchun timin bitta zanjirda joylashgan bo'lsa, uning pastki qismida guanin joylashgan bo'lsa, mana shu ikkala nukleotid o'rtasida o'zaro fosfodiyefir bog' hosil bo'ladi. Xo'p, bu qanday hosil bo'ladi? Biz aytib o'tdik, nukleotid 3 qismdan iborat dedik. Timin, undan keyin dezoksiriboza va fosfat kislota qoldig'idan iborat bo'ladi. Endi timindagi mana shu dezoksiriboza va guanindagi dezoksiriboza. Ya'ni guaninga ulangan dezoksiriboza bor, timinga ulangan dezoksiriboza bor. Va dezoksiribozadan keyin bilamizki, fosfat kislota ulanadi. Guanin bilan timinning o'rtasida mana shu ikkalasini bir bog'lanish joyi mana shu joy hisoblanadi. Ya'ni guaninga dezoksiriboza ulangan, dezoksiriboza fosfat kislotaga ulangan. Timin ham xuddi shunaqa. Timin, dezoksiriboza va fosfat kislota. Demak, bu yerda ko'rib turibmizki, fosfat kislotani yuqorisida ham dezoksiriboza qoldig'i, pastki qismida ham dezoksiriboza qoldig'i. Ya'ni bitta fosfat, ikkita dezoksiriboza. Xo'p, shu joygacha demak tushunarli. Endi mana shu dezoksiribozalarni fosfatga ulanish joyiga e'tibor beringlar. Dezoksiribozani SH2 guruhi bilan demak kislorod orqali fosfatga, ya'ni fosforga bog'lanyapti. Ikkala tomonda ham shunaqa. Bilamizki, mana shu bir tomonda uglerod, keyin kislorod, keyin boshqa modda bo'lsa, bu efir bog' hisoblanadi. Demak, ikkala tomonda timinning yuqorisidan ham, guaninning yuqorisida ham demak ikkita efir bog' bor ekan, o'rtada fosfat bog' bor ekan. Shuning uchun ham ikkita efir, bitta fosfat bog' bo'lganligi uchun ham fosfodiyefir bog' deb ataladi. Xo'p, bu demak vodorod bog'larining hosil bo'lishi va fosfodiyefir bog'larining hosil bo'lishini demak tushunishga harakat qildik. Bu DNKning ichki struktura tuzilishi edi. Keyingi darsimizda Xudo xohlasa demak ribonuklein kislotalar, ularning xillari haqida gaplashib o'tamiz. Undan keyin boshqa bo'limlar haqida demak gaplashamiz. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringlar uchun rahmat.